going on in front of the Parliament building, protest against China, and I asked the government about mine of my family members. Now I am protesting in front of Eiffel, China embassy is in Netherlands. I asked the Chinese government. Where is my parents? China, give me answer. Where is mine of my family members? Are they alive? Died of concentration camp? Show me photo of videos of my family members. Where are they? Fascist China! Terrorist China! Give me answer! Where is my parents? I ask the Chinese government, where is my parents? Where is parents of my family members? Fascist China! Terrorist China! China shit! Force China! Dictator Xi Jinping! China! Get out from Uzbekistan! Independent for Uzbekistan! Virus China! Virus China! Terrorist China! China, stop killing in Uzbekistan! First China, give me answer about right of my family members. Where are they? Virus China! Nazi China! Fascist China! Share my videos. Please share my videos. I asked the Chinese government, where is my parents? Now I am in front of Eiffel, China embassy in Netherlands. China, go off from Uzbekistan. China, get out from Uzbekistan. China, give me answer about none of my family members. Where are they? Are they alive? Down of concentration camp. Show me videos of my family members. If are they done, what is the reason? If are they alive, where are they? Give me answer. First China, give me answer. Assalamu alaikum karamdaşlar. Hazır ben Gollandiya'da Xitoy faşistlarının Gollandiya'daki elçixonasida oldida. Mana ma Qur'onni taqdan ba matrafda marba ko'tarib turib ish yerda namoyish qilyapman. Atgan Gollandiya parlamenti oldida chiqsam namoyish qildim. Hozir men Xitoy elchixonasi oldida mana turibman. Bu yoqda oyog'ida to'g'ri qo'ymadi. Chunki bu Xitoy pul ish yerda jal bajrab qilib shumashqa ashu texim baqirib bu Xitoy texim saskab turay. Texim diyoram turayda mana ashu memlekatda mana bana. Bu shunaqa davlat marshini qo'yib turman. Bu shunaqa baqirib, jaqirib Xitoydan kelmiş elchixonasi oldida 5-kiyman. Xitoy tajovuzchilari nima uchun millionga Uyg'urlarni jazolarga ushlaydi? Nima uchun millionga Uyg'urni o'ttirdi? Nima uchun bizlar xalqimizni qirg'inchilik qilib bordi? Nima uchun oilamizda kurjanmaymiz? Butun dunyo Uyg'ur qo'zg'aladi. Güzel yaşayotgan davlatning parlament binosining oldida Xitoy tajovuzchilarining elchixonasining oldida qayerda namoyish qilsam o'shada yo'qolib ketgan izdigolarning ota-onalarini urug' tuqqanlarni resmi ko'tarib turib tajovuzchilar elchixonasining oldiga kelib parlament binosining oldiga kelib ey Xitoy nima millionga odam o'ttirsa, ey Xitoy nima ota-onaning huquqini aloqasini qo'ymaysa, ey dunyoga virus tarqatgan Xitoy nima uchun javob bermaysa? Deb Xitoy elchixonasining oldida baqirib jaqirayli. Parlament binosining oldiga borib, ey hukumat, biz igichiq, Uyg'urlar igichiq. Uyg'urlar uchun harakat et deb baqirayli, to'g'layli. Baqirganda to'g'lagan hech nima qolmaydi.
devletin kanun fermanlarına, siyasetlerine boysunma asasında hareket kılmayız. Bana saklıba yer etraf mevcuduydu. Hiç de bir kılanmaydı. Ben kanunsuz kılmadım. Yoldan diye kanun hakkım var benim. Kıhtaya çıkarsanız neredesin? Namaz kılıyor. Şikirmektir kılgın köyden ayna adam bakıda şey yapar. Hareketleyle. Kırımdaşta hareketleyle. Vatan'daki vaat sıkıntılarımız buzluvatıda hareketleyle. Kunde milyonlagan insanlar üravatıda. Kunde vatan bulavatıdan kırgıçlık üravatımız resimlerine Facebook gibi türlü yollavatımız. Ayrıca işimiz eğitişmedi. Hareket kılaylı, kopaylı, onumuzu destroylu. Fascist China! Terörist China! China, give me answer about right of my family members. Fascist China! Terrorist China! Give me answer! Where's my parents? Where's my parents? Show me the videos of photo of my parents. Fascist China! Terrorist China! I ask the Chinese government, where's my parents? Please give me answer. Fascist China, terrorist China, China, get out from Afghanistan. Fascist China, give me answer about right of my family members. Where are they? Fascist China, terrorist China. Virus China, fascist China, terrorist China, China, stop killing us. shame on China. Fascist China, terrorist China, pick up the Egypt. Vier blijven, niet draaien lopen, vier blijven, vier. Artık dava değil, saklıca bir şey yapsın. Avaz alama kalması bakımda koşmalara yapmalar, mikrofona yukarı bakmak yapılarında. Fascist China, terörist China, gel, China. China, stop killing Afghanistan. Fascist China, get out from Afghanistan. Fascist China! Terrorist China! Shame on China! Bozgılanlar, karındaşlar. Dünyanın hem bir yerde kayada hareket kılarsanız şöyle hareket kılınlar. Ben üzemlikle kımmet vaktini çıkarıp her işimizde kendine ormeliş günlerim var. Baş ormeliş günlerim ne? Ben bu navaş şırtıbatı ben hep kişide bana baş develiş günlerim paylaşıp tacavuz Xitay'daki elçihansı oldu da ota-anam uruk tıkallarımdaki izleri yırtmışlar da ne biçim milyonlara oyun yatırsa Xitay? Ne biçim Uygurlar sulaysa Xitay? Cevap ver Xitay demiş adı solak vakravatına. Fascist China! Terörist China! Aslama yolg'iz ish qila olasizlar, bizga o'xshash, menga o'xshash namoyishni. 2dan 3 desanglar bo'ladi. Shu mikrofonning yangratqanidan yo'g'in nelab qo'ysan. Xitoy elchixonasi oldi qo'yib qo'yapmiz. Vaqir deb, joqir deb davlat marshimizni. Anaga harakatlanib Uyg'urlar haqida so'zlagan missiyalarni buruşu qo'yapti. Xitoy tajovuzchilari elchixonni chang keltirib deylik. Xitoy elchixonlarining darvozasidan hammaga taqab o'tiryapti. Kirayda kirib qo'ymadingiz, kirtma, yarim mana. Yerim soqchi mana. Mana soqchining missiya. Mana. Bu qo'qoncha Xitoylar Yevropadami o'zining konsulxonasi shunaq saqchixona ishxonasini qo'g'dab turdi ekan. Yerga mishani tamash qilsanda mishani qilib qo'ydi. Shu ovozimni Xitoy tajovuzchilari olib tushib vaqt qo'yaptilar. Fascist China! Get out
bir yerde qarindoshlar, o'xshash mushta Xitoy elchixonasining tajovuzini elchixonasining oldida izchil namoyish qilib boqaylik. Parlament binosida namoyish qilib boqaylik. Mana Xitoyning cho'shqilib chiqadi bu yerda. Shukri. Saqchi kelyapti mana. Yana saqchi keldi, az qildi. Yana saqchi. Fascist China, terrorist China. I ask the Chinese government, where is right of my family members? Give me answer. Give me answer, China. Where is my family? Mana saqchi keldi, ko'rdingmi bolalar? Men qonun chiqirmadim. Bu Xitoy pul to'sib qilib, necha qadim kepil etgan saqchilar. Kiliverda saqchilar men o'zimning huquqimni qo'g'dab, qonunsiz ish qilmay bu yerda bularniki qoidalar bo'shlig'i oldida tirish shakllik namoyish qilyapman. Fascist China, terrorist China, give me answer about my family members. Behind qarindoshlar, nurg'un odamni so'raydi. Facebook, Instagram, Twitterlarda fikr qilib. Bu bosh Uyg'urlar qo'zg'almamdi. Ularning qatorlar Uyg'urlar, ularning sifatga urib chiqqanlar yo'qmi deb. Guvohlik berayli sosyal mediada undan boshqa yandisak yana gap Xitoy tajovuzning elchixonasining oldida. Undan boshqa parlament binosining oldida, xalq maydonlarida, siyosiy eng ko'plashgan yerlarda namoyish qilayli. Melli olsam, Xitoy, millatlar tüktenmeyse, Uyg'ur tüktenmeyse, Xitoy, melli olsam, siz şartlıktan qo'g'lab chiqirma. Xitoy, melli olib qolsam, menga olsam qulolmayman. Melli olib qolsam, ona şartlıktan qulolmayman. Melli olib qolsam, qalb qilmadan Xitoy boshqa bayon qilaydi. Qo'zg'alaylar, qarindoshlar, qo'zg'alaylar. Qarindoshlar, hammamiz ota-onamizdan ayrildik, vatandan ayrildik, urug'-tuqqanlardan ayrildik. Vatandan ayrilishniki, ota-onadan urug'-tuqqan ayrilishniki tirik vaqtida, hayot vaqtida biz ota-onamizning yerida bo'lamidik. Ota-onamiz bizni nurg'un qisaqal sarf qilib chetlarga o'qitdi. Bizning nurg'un umidlarni kutdi. Afsus, shular bizni chetlarga o'qitganlik uchun buguncha jazolarga yetyapti. Shular bizni tarbiyalab o'qitdi. Bizni yaxshi ko'ramizki deb butun borlig'imizni atabdi. Ular jazolarga quruqdan ko'ryapti. Mana vaqtda ko'rib majlis ketdi. Shu boshqa bu dunyo ota-onamizning urug' tuqqanimizning orlig'i bo'lgan ekan bu hayotmi? Biz ma'nisiz. Hayotni ma'ni o'tkazish uchun qo'limizni kil va imkoniyat qilib Xitoy tajovuzga qarshi harakat qilishimiz kerak. Yurib ketgan urug' tuqqanlarimizniki, bizga ota-onamizniki qisqartirish uchun harakat qilishimiz kerak. Xitoy tajovuzchilardan so'roq tortishimiz kerak. Xalqaro sudga, o'zimiz yashayotgan davlatning parlamentlariga, butun Yevropa Uyg'urlar qo'zg'alib, o'zimiz yashayotgan davlatning parlamentlarini olib borib namoyish qilib boqili. Xitoy elchixonasiga namoyish qilib boqili. Parlament, Yevropa parlamentida namoyish qilib boqili. Vaqt qanday bo'lganligini o'zimiz his qila olamiz. Biz harakatlansak, biz o'zimizni dasturib, o'zimiz yashayotgan davlatning parlamentlarida, hukumatlarda harakatlantirib olsak, bular Yevropa parlamentida harakat qilib bular buni yana qo'zg'ay olmaydi. Buning uchun buni pilsiga qilganlar, ya'ni biz o'zimizni dasturishimiz kerak. Fascist China, terrorist China. Mana, yana bir aşağı. Bak, Xitoy elchixonasiga Fascist China.
endi deyotganlarning hammasi Uyg'urlar umumiysiz qo'zg'ala olmadi, Uyg'urlar umumiysiz harakat etmedi. Sizlar harakatlaninglar, siz dunyoni qo'zg'atish uchun dunyo xarakterli faoliyatni izchil qilamiz deyotdi. Hareketler, qarindoshlar, necha million odam jazo lagerlarida turibdi deymiz. Ammo biz harakat etmadik. Shuni biz isbotlash uchun biz harakat etishimiz kerak. Hamma urfqonlarimizning resimlarida bo'lmasa kivelib, to'g'ri qo'limizni tutvelib, qo'limizni kimdan qarshi qo'yib bizlarga qilayli. Fascist China, terrorist China, save my parents, give me answer.